Yakın durup dinleğini nidalarını Anlayğım var dünyadaki hemen nerside Yakın durup dinleğini nidalarını Yirak sanki şunca yirak lekin nefsim Vuruldu çoğul dedi muzdektinim Gecelerde anlamadım sinem ünlerim Derizemden kirarımsız şivriğim bilem Düşlerimden oyğanana çüçüp gayda Muzdek cismin toңlatқанда аққа ердісің Çirayımni hiç qayerda uchrata olmayman Shivriğimlar arasidan izlayman faqat Aralashgan chehring Makka qar uchquniga muzdek soğuk acık muhabbet Aralashgan chehring Makka qar uchquniga Kuyajaydi muzdek soğuk acık muhabbet Kuyajaydi muzdek soğuk acık muhabbet Rahmat. Bana şundaq alqışыңlarda gül desteler bilen şundaq bir haqiqatni tanıp yetibdimiz. Her qandaq bir tonilgan naqshchininki arkasida intan kuchlik bir ijodiyat qo'shini bo'ladi. Oldi bilan musiqichilik munosabati bilan san'at hayotimga yaqindan yordam bergan shoirlar va shundaqla musiqa ijodiyotchilariga eng cho'nqur ehtiromimni bildiraman. Şundaq bir kishini sizlarga tanıştırıp o'tmoqchiman, hammanglar bilasizlar. Hozirgi zamon Uyg'ur ommabop naqshchiligidagi yorqin namoyanda va sizlar yaxshi ko'rgan nurg'un Sayg'inaman va boshqa chiroyliq va bayqimizdan yurakdek nurg'un ijodiy kuylarningki ijodchisi bo'lgan, ijodiyatdagi kuchli terigim alga tonilgan kompozitor Oblat Obligim
Rahmat. Mo'minjon meningki qarindosh inim bo'lish bilan birga mushu o'ltagan barliq tomoshabinlarimizning xalqningki suyimli naqshisi. Albatta buning uchun xizmat bo'lish ham qarindoshlik ham kasbiy jihatdagi burchim deb o'ylayman. Baya men uchun manaqda azroq yuqori baholarni berib o'tdi. Albatta biz shu baholar uchun davomli tirishimiz. Men o'ylayman kindiqimiz tugilgan ashu ana tuproq diyorlarimizningki san'at beshiklarida allaylanib do'lan muqam mashrablarningki oltin qum tuproqlarga milinib cho'ng bo'lmagan bo'lsam, mushu mendagi ilhom, mushu ijodiyatlar nada tug'ay. Shuning uchun ashu do'lan mashrab muqamlarningki tuproq egilariga alohida rahmatimni bildirish bilan birga ko'pchilik bilan o'rtoq bo'lmoqchi bo'lgan naqsham men do'lan